Saxovat peshi insonlar mana hozir bugun yana ehson pullarimiz kelgan bir qancha. Mana kechagina yig'ilganlar bor bir qancha. Mana Chorvoqdan, Mulukudin do'kondan, Parvoz do'kondan, O'joqishloq do'kondan ko'chada turib berganlar mana o'zimga. Mana Chorvoqdan berilganlar. Plastikka tushgan, Chorvoq plastikka tushgan e'lon qilinmaganda ular hozir hammasini sanab, mana shu uylar xonadonlar uchun ishlatiladigan rasxodga, mana shu yerga jamlab hammasini e'lon qilamiz, hammasini qanchaligini aytamiz. Hozir sanab hammaniga e'lon qilib hisobotini beramiz. O'chiringlar. Mana hatto kechagi qizalog'imizniki Alloh rozi bo'lsin. Mana shu qizalog'imiz ko'pchilikga o'rnak bo'lsin. Kecha yana ikkita kichkina bolacha pul yig'ishgan ekan, o'zlariga ishlataman deb olib kelishibdi. Ashlar ham o'rnak bo'lsin ko'pchilikga. Alloh rozi bo'lsin. Milyon. 8 milyon 13 milyon ha. 23 milyon ha. Doğru mu? 23 milyon 400 mü? Neydi yana 2 milyon var ekan. 25 milyon 400 mü? Bu 80 bin çıktı ha. 25. Azizlar ihsonlarimizni sanab chiqdik. 233 milyon 216 ming so'm ihson yig'ilgandi kechagi holatga. Undan keyin 4 milyon 600 plastikka tushgan. Undan keyin hozirgi sanagan pulimiz xo'sh 31 milyon 480 ming chiqdi. Jami hozir 269 milyon 296 ming so'm ihson puli mana shu jamiki odamlardan kelgan. Mana 47 milyon 72 ming hozirgacha rasxod qildik. Shu strapl, tunuka, har xil narsalarga mana kimga kerak bo'lsa beramiz daftari bexijolat tekshirib olishaveradi. Hamma narsa bor. Hozirgi qo'lda qolgan pul 223 milyon 424 ming qoldi. Mana shu yerda edi unaqamizda pul turibdi. Endi hozir ehsonni yopamiz. Sabab yopishimiz sababi shu holatdagi pulni yetkazishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Mana shu uchala xonadonga hozir bitta xonadonimiz o'zi mana shipiri bitta tayyor holatda. Alloh rozi bo'lsin. Tunukalargacha bo'ldi. Endi ichidagi o'sha patologlarini, qolgan narsalarini, turpoq boshlarini hammasini ko'rib chiqib qilinadi. Keyingi xonadonimiz mana strapillari qoqilyapti. Xudo xolasa ertaga bu ham pash tayyor bo'lib bo'ladi. O'rtadagi xonadonimizga mana o'sha hozir uy tiklash boshlandi. Mana shu hamma qilinayotgan narsalar sizlarni ehsoningning orqasidan bu xonadonlardan pul sarflatilmayapti. Endi bu kelgan summa ehson puli kelgan summa naqd pulda kelgan. Undan tashqari ehson bo'lib taxtalar, reykalar kelayotganlari bor. Boshqa narsalar idish-tovoq, ko'rpachalargacha hatto o'sha joy namozlargacha keldi. Alloh rozi bo'lsin. Manchalik ehson qilib siz aynan sizni ehsoningiz bilan mana shu xonadon tiklanyapti. Yana qaytarib aytaman, aynan sizni qilgan ehsoningiz bilan 3 ta xonadon tiklanyapti. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Buni ajrini jannatda olinglar. Jannatda ko'rishlik hammamizga nasib qilsin. Tan joninglar sog' bo'lsin. Ehson qila olmasdan duo qilayotganlar bilan ham jannatda mana shu bistarmon bo'lib turib, mana shunga yurakdan achingan, mana shu oila uchun achinganlarga ham jannatlar nasib qilishini so'raymiz. Har bir tiginigacha bo'lgan pulni biz shundoq aytamiz. Tiginigacha mana shu oila uchun ishlatib, sarflab to'g'irlaymiz. Bir so'm pul hech kim uchun, rais uchun ham, oqsoqol uchun ham, boshqasi uchun ham pul kerak emas. Alloh rozi bo'lsin. Iloji boricha tejab hammasini joy-joyiga qo'yib ishlatamiz. Summalarni hammasini aytdik. Hammasini aytdik. Ehsonimiz yopildi. Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Tan joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin.